Bugun 3-dekabr 2025-yil. Biz Paxtakor tumaniga qarashli 1-maktabga yetib keldik. Tabiiy fanda kasbiy rivojlantirish soatini nazorat qilganim. Hozir bittamisini işte bo'ladi. Mana hozir chiqdi bu metod birlashma rahbari Kajibayeva Zuhra. Familiyasi? Kajibayeva Zuhra. Hujjatlari. O'tgan yilgi hujjatlari. Bu yilga zavchdan bo'lish kerak, yetakchidan bo'lish kerak, mentordan bo'lish kerak bo'lgan hujjatlar. Hozir 5 ta tabiiy fanlar bo'ldimi? Olib keling, bu o'tgan yilgini olib ketavering, o'tgan yilgini kerak emas. Lekin tursin, o'tgan yilgi ham tursin. Bu yilgini mana shu oktyabr oyidan tutgan hujjatingizni mavzuyingizni boshlayvering, ustoz. Hozir ulay. Yetakchi o'qituvchi o'quvchisini olimpiadaga borgani uchun kasbiy rivojlantirish soat tadbiri o'quvi kech boshlandi. Uni 27 da. O'quvchini aynan o'sha individual holatga kelib chiqdi. Devor o'sha yo'naldi o'sha tabiiy fanlarda o'rganish uchun bizlarda amaliy mashg'ulotlar yoki o'sha laboratoriya ishlar mavjud. Endi o'shaga mos ravishda hozir mana sizlarda demak model borda, bundan o'sha o'quvchini umumiy holatidan kelib chiqib, demak bekitdan uni bo'lib olamiz. Demak bu yerda inglizcha berilyapti, inglizcha. O'zi bu maktabda tabiiy fan o'qituvchi 5 ta ekan, 4 ta ishtirokchi, bitta yetakchi. Demak, mana bosh harflarida kelib chiqadi. Demak, bular bilan ketma-ketlik o'quvchiga yo'naltirilgan bo'lish kerak albatta. Demak, bundan o'quvchining avvalgi bilimlari, tajribasi va qiziqishlarini hisobga olish, individual farqlarni inobatga olish. Endi har shunaqa o'quvchi bo'ladi, har bir sinfda bo'ladi. Balki o'zi ko'proq kimdir qaysi bir yo'nalishga qiziqsa, shunday hammasi bir xonga qiziqmaydi, aynan o'sha individual ishlash nazoratga, bilimga yo'naltirilganligi, demak, bilimlarni chuqur tushunishga yo'naltirish, fikrlarni yodlashdan ko'ra mantiqiy bog'lanishlar va tushunchalar tizimini shakl